Zarif aka boya Labi. kasal ko'rayotgan paytida misol to'g'risida esga qolishdi. Shu misol siz mendan tajribasiz shu misol haqida nima deysiz? Ha, misol haqida lekin aytdingiz, javob berdingiz-a o'zingiz. Endi misol desa nima deyishi mumkin? Bu misol shunaqaki, mana o'zingizdan bilasiz. 7-asrdan ham oldinroq bu Arab yarim orolida bir gigiyena vositasi hisoblanadi. Endi bu yerda misol shunaqa narsaki, mana shu ildizi bo'ladi o'zi mana shunaqa. Ildiz. Tabiiy narsa, ildiz aytgan bo'lsangiz, shu a'lo narsa. Endi bu yerda misol uchun hozir mana bu yerda mana yaponlarcha mana bunaqa anaqaga ham shaklga ham olib kelib qo'yishgan mana. Plastik ruchkasini ko'ryapsizmi? Ruchkasi plastik. Mana shitinalari bor-ku, shitinalarini misoldan qilingan mana shunisi. Endi buni cho'tka bilan shaklga olib kelib qo'ygan marketing deymiz, u deymiz, bu deymiz, lekin baribir ham yuvishingizga qulaydi. Mana shakldan ko'ra. Bu shaklni hamma evlay olmasligi mumkin, buni hamma evlaydi. Yaxshi tomoni bilasizmi nimada? Bunga pasta kerak emas. O'zi ana shuni yuvganingizda og'zingizda so'layda iviydi-yu mana bu yerda. O'ziga yarasha vitaminlari, C vitaminiga boy kelgan minerallardan fito'rji serot. Ya'ni karyesga qarshi himoyasi zo'rda. Ba'zi ma'lumotlar bor, men o'qigan edim, tishlaringizni mustahkam qilishdan tashqaricha mana shu gastritga qarshi xususiyati ham bor. Oshqozon ichak traktini yog'lanish. Neki og'iz bo'shlig'i o'zi oshqozon ichak traktini boshi hisoblanadi-yu. Bilasizmi mana shu narsani? O'shaning uchun bu yaxshi. Birinchidan mana shu sanab o'tadigan bo'lsangiz, plyus tomonlarini og'zi ana karashlar bo'ladi-yu, karash, toshlar bo'lmaydi. Keyin yog'lanishga qarshi xususiyati bor. Undan keyin hidlantirmaydi og'izni, hidlantirmaydi. Hidlantirmagandan keyin rangini oqartiradigan xususiyati bor. Bakteriyalarni o'zi son-sanoqsiz foydasi qonun narsa-da bu narsa. Bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi. Ham pasta ekonom aytgancha, pasta ham ishlatmaysiz. Shunaqa. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling.